Assalomu alaykum hammaga. Biza Yangiariq tumani Egri Salma mahallasi Yashnobod ko'chasi 2-uydamiz. Usta Ravshan og'aning uyida bu uyimiz egasi laydan joy soladi ekan. Donganlar bo'lsa bir layklarni bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Bu uyimizda ham hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Ko'mirdan atablini o'tirib berdik. Uyimiz adresini tushunib o'tirgan bo'lsak, 32-son maktabda shundan to'g'ri o'tib kelaverasiz. Yo'ldan oxirini beyanimiz atsizlik. Uglovoydagi birinchi joy. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Xudo xolasa chiroylatib atapniyalarini garchilingan narxlarda o'tirib berdik. Hozir ichamda bir qator aytilgan ishlar bilan tanishtirib o'tamiz. Shu videomiz rivoji uchun kanalimizni qo'llab-quvvatlagani holda bir layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. YouTube bizlere şu sizlarning har bir bosgan laykınız, kommentariyingiz uchun keyingi videolarımızı yurtdoshlarımıza rekomendatsiya etib chiqarib beradi. Mesela görüp kuzatib borasizlar, xudo xolasa yana tanishtirib o'tamiz. Bu uyimizga o'xshay 130 tuk alyumin batareya ishlatib berganmiz. 80 metr 25 lik turba. 25 metr 20 lik duralyumin batareyalarimiz, kraniklarimiz. Bir dana iş yorimizde toka doğru yak kaldı, şunun için açıp uzatib verdik. Qolgan yerlar hammasi qo'ldan kelgancha shu akkurat deb turbanın diametrini ishlab berganmiz. Eshikdan kirganlarni boltini mishet etmaslik uchun oyoq teni tushirib berdik. Har bir batareyamizga 90 gradus bukib, rezvolarni yonib, rossiyskiy latunnik kraniklardan qo'yib ishlab berdik. Bu dalonimiz graverligimiz kichkinaroq ekan. 18 lat birini qo'yib berdik bu yerimizga. Bu birinchi batareyamiz. Bu başta zal hesabı ekan, berimizden şu 18 latib birini qo'yib berdik, ham oxirgi batareyamiz bu. Bu üçüncü batareyamiz, berimiz zal ekan, zalımıza 20 latib bir yere qo'ydik, ham başta birinchi tochka hisoblanadi bu. Koteldan kirib kelaverishdi. Keyin ko'paylarga boramiz. Joyini mushunda qo'yib ber, ya yoqda qo'yib ber deb o'zlarini o'ng'ayliklarini tanlaydilar. Bize qo'ldan kelgancha shu tavsiya etamiz. Kotel o'rtada tursa, hamma yeri tarqaladi issiqlik. Hozir ish stenani orqasida kotel qo'yganmiz. Podachapratganimiz shu devordan to'g'ri kirib kelib, borib ikki yoqqa bo'lingan. Baqimiz ham shuningdek. Xalasa kotelni ben mushta qo'yib, benlardan ham eksa bo'ladi. Podachapratgandan ham turba rasxod ko'p bo'ladi. Ham ko'mir ertang bize fonus somatik sistemalar ishlaganimiz uchun iloji boricha o'rtaroq qo'yib, kotel issiqlik ham yerda deng tarqaladigan aytamiz. Bu zaldagi 3-batareyamiz. Bu 4-batareyamiz, spalnimiz. Peşni bızıp tajman dedi. Peşni morsana doğru gelen yerden bızıp ötürüverdik. Birden podacha apparatimiz girib kelgan. Kotelimiz şu stenanın arkasında tuttuğunu. Ortaga qo'yib turib, podacha apparatini ikkiye bölüp yuborganmiz. Apparatimiz ham ikkinchisi to'g'ri o'rtadan geldi. Bu 4-batareyamiz. Bu 5-batareyamiz, spalnimiz. Keyin batareya qo'yacak vaqtdan e'tiborli bo'linglar. Xonalarning hammasi razmeri bir xil dilla, bir xil batareya qo'yilavermaydi ham yerdan. Kotelga yaqinroq yerlarga 13, 14, 15 etib, koteldan uzoqlashgan sayin 17, 18, uzoqroq xona bo'lsa 20 etib qo'yiladi. Bu 5-batareyamiz. Keyin birimiz ham gidalar ekan, kichkinaroq koridor belari o'rtalab bo'lgani uchun yo'llarga qo'ymadik. Uy egasi o'zi Ravshan bir yere shura qo'yib beranglar dedi. Shuning uchun birimizdan 20 latib bir yere qo'yib berdik. 6-batareyamiz. Birimiz kuxnyamiz, 7-batareyamiz. Birimizdan şu 15 latib birini qo'yib berdik, koteldan uzoqroq bo'lgani uchun. Kotellarni xudo xolasa yoqib, qizdirib qo'yibmiz. Banelerden
tamamlayıp bir yerine koyup verdik. Xudo xolasa rafellerini ham chiroylatib döküp, plastiklerini ham hammasini turban razmerinde chiroylatib ishlab berdik. Bu oxirgi 8-chi batareyamiz. Açıklarından bir qilatib bellerimizden şu bunker katyollardan koyup chiroylatib qo'ldan kelgancha akkuratni etib chiqarib ishlab berdik. Aytib o'tgandek bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Usta qism materiali hammasi katyollarni ham qo'shganda 33.449.000 so'm pul bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsam da telefon nomerlarimiz bor. Beeline, Uzmobile, YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp hammasi bor shu nomerlarda. YouTube kanalimiz logotipi. Her doim bunun için asozlarını ham koyup samotyok ishlash uchun kraniklarni ham koyup ishlab berganmiz. Hozir otopinamiz 100% samotyok sistemada ishlab turibdi. 64 gradus bot turibdi. Asa görüp kuzatib boraverasizlar ki mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir otopini o'tiramiz. Hamma materialni o'zlarimiz bilan olib borib, chiroylatib, kelishtirilgan narxlarda 1 yil garantiyasi bilan ishlab beramiz. Asa sog'inglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.